Diqqat, dahshatli falokat yuz berdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini ham bosib qoldirishni unutmang. Toshkent shahrining Mirobod tumanida kechqurun sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi bir insonning hayotiga zomin bo'ldi. Hodisa 9-dekabr kuni soat 22:30 larda Islom Karimov ko'chasida qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, Yutong rusumli elektrobus haydovchisi tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Kuchli zarbadan piyoda qarama-qarshi yo'nalishga yiqilib tushgan va ayni paytda harakatlanib kelayotgan Haval rusumli yengil avtomobil ham uni bosib ketgan. Afsuski, piyoda olgan og'ir tan jarohatlari sabab voqea joyidayoq vafot etgan. Hodisa bo'yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bo'limi boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositasini boshqarish qoidalarini buzish oqibatida odam o'limiga sabab bo'lish bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda hodisaning barcha tafsilotlari o'rganilmoqda deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, fikrlaringizni o'z izohlarida yozib qoldirishni unutmang. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpisatsiya tugmachalarini ham bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.